Muş nurg'u yeldi, muşu ko'nglingdan, ya'ni Ürükkirat, shundaymi? To'g'ri. Uyg'ur ismi Ürükkirat. Ürükkirat. Muşni bo'ldiramasa, bizniki mana Mehmetcha usta ma qaragan bo'lsak, mana Ürükkiratni yega mana shalangiz tuk uytibdi. Endi buni Mehmetcha usta buni mujlar qilishdiki, muhim bizniki mush bag'van do'stlarimizga foydali bo'lgan chuqur bir ish bo'lganligi uchun mushlar qildik-ku buni. Mushning bir foydali taraflarini bir so'zlab bergan bo'lsak. Endi bu meva shalang'lashtirishdagi asosiy maqsadimiz bizniki birinchisi ham mevani supetga chiqarish. Endi meva haddan ziyada bek jiq bo'lib ketgandan keyin, men mevani sal taqlashib olmasak, mevasi ushlab qolgan, avvali kunlab qoldi. Ikkinchi masala bo'lsa, har yil o'da meva iltish daraxtni. Endi mevani haddan ziyada bir yil jiq ilib oldik degan bilan yandirishlansa daraxtniki belgilik darajada immun kuch tuvaylaydi, ham kasallik qarshi turish iqtidori tuvaylayib ketadi. Shuning bilan yandirishlansa qishdan bexatar o'tolmay mevani tutishni tuvaylayib ketadi. Shunga amal bor meva shalang'lash ishlarini to'liq vaqtida olib boramiz. Şoňmuş meva şalantyrış hyzmatine biz dowamly Mehmet dep kelip oturman, Mehmetcan dep kelip oturdy, Memtin bagamy dep oturdy, Habib malamy dep oturdy, yeni bir mutaxassislar dep oturmuz. Amma bunu muşundaq emilleştiriş meselesi intayın mühim mesele. Şoňa muşundaq mahsulat melik daraxtlary fawqulodda qo'yib bo'lib ketgan. Her qandaq mesela üzümlü mesele, şapdılmy şuning içinde, alma laşputqa albırı şuning içinde. Endi muşundaq qo'yib bo'lib ketgan mevalarni vaqtida şalamışdyp yoki taqlab shu yillik mahsulot sifatini yuqori ko'tarib yaxshi iqtisodiy qiymat yaratishni, ikkinchisi keyingi yili yaxshi meva berishga mush daraxt kuchib ketmay yaxshi bo'lgan chechak mehlarni hosil qilib, mukammal hosil qilib, keyingi yilni davomli mo'l usul, sifatli usul berishga asos solishda bu intayin muhim bir texnika. Shunga odatda bizniki kitob yozganlar yoki o'quv so'rlarida chechak va meva shalang'lash degan maxsus bir bob bor. Shuning uchun muşun nazariyadagi gap emas, amaliyotdagi gap. Mana bugun biz Mehmetcan o'z bir qo'llab bosh qo'ygan, mush bag'ni ko'rib turibdik. Nurg'un odam buni ko'rsa, "Vo, men bunda bo'ldiramaysam, ma odam buni mushundaq mevalarni shalang'latdi" deydi. Mushundaq shalang'latgandan keyin qaraydigan bo'lsak, daraxtning ustida yana shaq-shaqda hammasi tekshi meva. Shunga kang bag'ban do'stlarimizning vaqtini ching tutib, bir oyat bo'ldi. Mush 25-soatda mush 60 va nashflar Moşa ayının ahırdan burun çalanıştık bulup, derhal andın haltı gelirdiğen bir işe Alman neşbitlik için, haltı gelir hizmetini yakşı şivetişine çın kalbimizden kılımız. 记得点赞关注哦。